Assalomu alaykum guruhimiz a'zolari. Bizni YouTubedan kuzatayotganlar. Bugun Instagramda mashhur bo'lgan Abdulbor akamiz yoniga kelganmiz. YouTubedan chiqaraylik aka sizni. Instagramda yuraverasizmi aka? Geyranlar nech pul aka? Shu holatda bo'ladi geyranlari. 20 ming so'm, 20 ming so'mdan geyran gullari. Xohlasa kelaverasizlar Jahon bozoriga. Shu akamiz turadi. Shu kelaverishda meni qo'shnim bo'ladi bozorda. Lekin uyda boshqa yer. Bu yoqlarga o'tib berdik. Bu yerda har xil yer gullar bor ekan, lekin egasi yo'q ekan. Yer gul, tuva gul egalari. Assalomu alaykum. Sayropa yaxshimisiz? Kalan xo'yalar nech pul beryapsiz? 15 ming so'm shu holatda bo'ladi, kelaverasizlar. Malacha gullari-chi? 13 ming so'm. Korobka narxmi yo dona narxmi? Korobkasini aytyapsiz. Korobka? Bo'ldi. Hammasi korobka narxi. Mana gullar ham bor ekan. 15 ming so'm. Begonalar-chi aka? Begona ham 15 ming so'm. Hamma balzamin nech pul? Eng zo'ri balzamin. Korobkaga 17, donaga 20. Dona olganga 20 ming so'm. Korobkaga 17 ming so'm. Mana buketni ragustalar ham bor ekan. Nech pul bu ragustalar? 13 ming so'm. Yashiy baho. Dona so'rab dush yo'q. Viola gullari ham pachkali, faqat pachkali ekan hozircha. Omeda, Margaritamidim nomi? Margarita guli. Nech pul pachkasi? 15 ming so'm 10 tasi. Hamma gullar ham bor. Balzaminda kichikroq varianti ham bor ekan. Nech pul bu kichik? 10 ming so'mdan beraverar ekan. O'zi 2 dona qopdi, o'lgib qolganlar, o'lgib qoldi. Nima ekanda Bu bunaqa kitayskiy rozalar ham bor ekan. Kitayskiy roza nech pul sayropa? 7 ming korobkaga. Bunchasini qaranglar buni. Donaga 10 ming so'm, korobkaga 7 ming so'm. Xo'p, Muhabbat opamizning do'koni. Balzamin nech pul ekan, balzamin? Korobkaga 18. Donagachi? 20 ming so'm. Manaqa har xil dori va rusunliklardan ham bor ekan. Bu nech pul bu? 10 ming so'm. Bu razmarinchi? Razmarin ham 10 ming. Mana ko'rishinglar mumkin. Bunday qilsam ham tosh katta ekan. Tanlab olaverasizlar. Kalan xo'yalar shu holatda. Kalan xo'ya nech pul? 10 ming so'mdan faqat sara rangi bor ekan. Qizili ham bor ekan. Kelaverasizlar. Bengal gullari nech pul? 10 ming so'm optim narxi. Faqat optim narxini desaganda. Bu Rausda kattaroq varianti. Baklari ham yangi chiqaryapti. Nech pul bu? 30 ming so'm. Вообще arzon. Mas'ul sal mundayroq. Paprtniydi degan varianti. Zaftirib ketaveramiz. Geyran gullar nech pul geyran gullar? 18 ming so'm korobkaga. 18 ming so'm geyrandi 3 xil rangi bor ekan. Violani nalichi dona desa ham bor ekan, donasi pachkarasi ham bor ekan. Pachkasi nech pul, donasi nech pul? Pachkasini ayting birinchi. Pachkasi 15 ming so'm, 10 tasi. Donachi? Olib ko'rsata olmaymiz chunki hozir bu hali olinmabdi bitta. Margaritalar ham bor ekan, hamma guldan bor ekan. Tuva gulni hammasidan Muhabbat opamizda topasizlar. Kelaverasizlar Muhabbat opamizga. Bunaqa har xil yer gullari ham bor ekan. Har xil yer gullari bor ekan. Piyon daraxti ham bor ekan. Mana har xil ranglardan bor ekan. Yo'q. Nech puldan bu? Buni bitta ko'zi hisoblanar ekan. Bu tomir emas. Buni ko'ziga qalanar ekan. Bitta, 3 ta, 4 ta. Bu yerda 4 tami, 5 ta ko'zi bor ekan. Akamiz hozir o'zi tushuntirib o'tadi. Hop. Yo'q, yana bitta olaylik-da. bo'lsa kattaroq bo'ladi. Shu
Har xil yani ko'zlari ham chiqaryapti. Yana zo'r. Shuni ko'zi hisoblanar ekan. Ko'z bitta ko'zi necha pul aka? 20 ming. 20 ming so'm bir dona ko'zi ekan. Oq rangi ekan, faqat hozir yangi safar kelsanglar boshqa ranglardan ham olib chiqib qo'yar ekan. Bu gullarni egasi kelib qopti. Katta qiroygul necha pul bor opa? 35 ming so'm. Buni ko'chatlari so'raganlar, ko'chatlari ham bor ekan. Bu qishda qolaverar ekan. 3 mingdan ekan ko'chatlari. Qiroygullardan bor ekan. Bu nima gul ekan bu? Nomi nima buni nomi? Asal gul ekan. Karam gullari ham bor ekan. Eng qizig'i mini rozasi ham bor ekan. Mini roza necha pul? 15 ming so'mdan donasi mini roza gullarimiz. Malachay necha pul mayda gulligi? Mayda gulligi 8 ming. 8 ming so'm malachayda mayda gulligi. Kilo orasida. 15 ming o'ntasi. O'ntasi 15 ming so'm yo'la gullarimiz. Geyran necha pul geyranlar? Geyranlar 18 ming. Korobkaga 18 ming so'm. Korobkaga 18 ming so'm. Donagachi? Donaga 20 ming, yaxshi, zo'r. Kalanxo'y necha pul ekan kalanxo'y? Kalanxo'ylar 18 ming. 18 ming so'm, o'ta go'zal holatda. Xitoydagidan ham o'tkazib yuborishdi. O'zbeklarimiz. Ammo eng zo'r narsa havoni zo'r tozalaydi. Xlorofitum necha pul? Xlorofitumlar 10 ming berib olamiz. Necha pul? 10 ming. 10 ming so'm. Aleksandra necha puldan? Shu holatda bo'ladi. Mana qarshida kelsak ham katta. 15 ming so'm shu holatdagisi. Optimga ham ishlaysizlar? Optimga. Ular nima necha pul? 15. Bu ham 15 ming so'm. Eng zo'r narsa Birkin. Birkin necha pul? 15 ming. Bu ham 15 ming so'm. Bo'ldi, yaxshi. Bunga ham kilo orasida bejamin har xil gullari bor ekan. Katta bejamin necha puldan? 35 ming. 35 ming so'mdan katta bejamin, piyosri bilan ko'kbakligidan bor ekan. Kilo orasida. Xo'p, bu bilanchi? Bilan 50 dan. 50 ming so'mdan. Kilo orasida bo'ylari shegidayda bir 50-60 sm chiqadi. Shaqli holatda. Bu narsa ko'rib qoldik. Lavloris guli. Lavloris necha pul? 30 ming dan. 30 ming so'm. Bu ham katta holatda, katta ko'chat. Kilo orasida. Bu yerda mana har xil. Nomi nima dedi zoba bu gulni? Shu opamiz aytganga. Bunaqa pachkalilar ham kelgan yangi. Bu pachkali varianti ekan. Olganga shu holatda berishar ekan. Ranglari hammasidan bor ekan. Illolarning gallantlari bor ekan. Shunaqa har xil ochiladigan variantlari. Kilo orasida piyozlari shu holatda. Unaqa mahrum ochiladiganlari ham bor. Piyozlar shu holatda. Kilo orasida Jahon bozori gul bozorining oxirrog'ida. Keyin ustomani shunaqa har xil ochiladigan varianti ham bor ekan. Ular 25 mingdan kamini beryapmiz. Mana G'ash akamiz yoniga kelganmiz. Bu yerda Silvia Pisardi shunaqa ochilgan holatdagisi bor. Necha pul aka Silvia Pisar? 70 ming. 70 ming so'm. Tayyor tuvaga kelgan holatda anaqa har xil archalari ham bor ekan. Anaqa har xil archalari ham bor ekan akamizning. Nomeri shu nomer ekan. Nomer telefon qilib sekin kela olasizlar. Tuvalari optimi? Tushunmanda, shunda bir Har xil tuvalar bor. Rashanbeyga qayerga ketdingiz? Rashanbeyga yerda dorilar istab yuribdi ekan. Mana shu Rashanbey akamizda tuvayda optimi bor ekan. Optimga ham, donaga ham hammasi qilib berar ekan. Shu Jahon bozorining oxirrog'ida Rashanbey akamiz. Ha, mana olani. Kimga qanaqa gul, qanaqa dori kerak bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga yozib ketasizlar. Qanaqa nima qiziq bo'lsa, aytsanglar, xudo xolasa ashini ko'rsatishga harakat qilamiz.
Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.